Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 25-chi qismlik darsimiz. Bu qism darsimizda biz oldin qismning davomi bo'lgan metod, Java metodlar to'g'risida so'zlaymiz. Biz oldin qism darsimizda static metod bilan static bo'lmagan metod to'g'risida qanday qurish va qanday chaqirish so'zlagan. Bu vaqtda men shu metodni parametrlashtirish. Buni English parameter deydi. Parameterni biz bevosita parameter deb qabul qildik. Qanda metodni qanday parametrlashtirish so'zlaymiz. Avval men bir class qurib olay. Package quray boshda. Masalan, kimlik deb bir class quray. Endi bu parametr metodga odatda biz parametrni qanday bermaymiz desanglar, bir uchurlarni, ya'ni o'zgaruvchi miqdor shaklda qanday har bir metodga parametr beramiz. Parametr qanchalik parametr olsak bo'laveradi, faqat parametrni orasiga pesh bilan saqlan bo'ldi. Men buni hozir amaliy misol bilan ko'rsatib qo'ymsam, o'rganmagan bo'lsanglar, buni hozir tushunmasliginglar mumkin, bir xil abstrakt hukm turish mumkin. Masalan, kimlik shunaqa. Kimlikni classning ismi kimlik. Masalan, men bir methoddan birini quray. Static bo'lmagan. Masalan, public void kimlik ismini quramiz-ku, metodning ismi, undan keyin tirnoq ochdik-ku. Shunaqa. Biz mush metodga biz parametr beramiz. Qanchalik masalan, parametr deganim ichiga soliq ma'lumot tipini belgilaymiz. String. Masalan, ism deb qo'yay. Ism. Hamda biz mush parametr orqali o'xshash bir nimaga ishlatamiz deganda, kodni qayta ishlatish. Faqat masalan, kimlik ism shunaqa. Oddiy shaklni qilay. Salom dunyo, mening ismim shunaqa. Ham buni qanday chaqiramiz desanglar, ma'ni yozib oldik-ku endi. Parametr ismni meyadan parametrlashtirdim. Hamda main method quramiz mayda. Main asosiy metod. Parametrni public static qilay bo'ldi mana. Public static void. O'xshashqa ma'no bilan. Static bevosita class da va shuni bevosita chaqirsam bo'ldi. Kimlik shunaqa. Kimlik ism. Miyaga bir string qilib parametrlashtirib oldik. Bo'lmasa men qizdirib oldim. String ism bo'lgandan keyin masalan Mahmudjon dey. Mahmudjon. Bir parametr verdik. Endi shu parametr berish orqali metodni chaqiramiz. Ichki mazmun chaqirildi. Qanday? Salom dunyo, mening ismim Mahmudjon mana. Undan keyin yana qanday? Kimlik Reyhangul. Salom dunyo, mening ismim Reyhangul mana. Endi shu metodning ichiga biz xohlagan kodni yoza olamizda. Hamda biz qanday birlan parametr bir soliq ma'lumot bilan parametrlashimsak bo'ldi. 2 ga xohlagan qilib olsak bo'ldi. 3 4 5. Masalan, yoshnim qilay. Yosh debchi 2 parametrlashtiray. Mening ismim Mavo, shunami? Men bu yil yoshda ma'ni yozoldim-ku. Hamda men 2 parametrlashtirgandan keyin
Mana. Miyag bir int. Sonliq ma'lumot songo, int go, mana string go. Ikki xil parametr yozib oldim. Salam dunyo, mening ismim Mahmudjon. Men bu yil 30 yoshda. Salam dunyo, mening ismim Rayongul. Men bu yil 28 yoshda. Mana bu biz qanday parametrlashtirish metodini. Endi men public static void kelgan chaqda, chunki men mayli access modifier ne tafsil to'xtamag'achqa hozir mush public deb tushunsanlar bo'ldi. Men ilvasak hozir qanday bo'laverdi. Amini chunki biz birlam klassning ichida bo'lgandik ekan. Chunki public ma bu. Ammo men static ni yutib qolsam qanday bo'ldi? Mala qizirib oldi, chunki men u vaqtda men object qo'ymsam bo'lmaydi. Object qurib, undan keyin parametrlashtira olaman. Qanday qurmaysanlar? Kimlik new kimlik deganda qilib parametrlashtirib, object qilib qurib chaqirmaydi demakchi. Shuni static qilyaptim, bevositalam qanday classda va bevosita chaqira oladi demakchi. Bundan keyin o'zining bevosita qanday tava o'g'achqa degan gap. Unda bo'lsa men bu nima ishitimiz parametrlashtirishni deganda, masalan, ikki sonni qo'shaylik. Son 1 dan 4, son 2 dan 7 bo'lsin. Bu ikkisini qo'shsam qanday bo'ldi? Yig'inda son 1 qo'shilgan son 2 shunaqa. Keyin birini chiqarsak yig'inda necha bo'ldi? 11 shunaqa. Biz bunda qani 10 ga, men unda 9 la 10 ni qolsamchi, ma'ni o'zgartirmay shunaqa. Bir xil qarsam 3 xil nimadan yozdim endi. Bunda qani 10 ga men qanaqa qilmay bevositalar metod yoziblar, parametrlashtirdim. Masalan, public static void son birinchi son 1 pesh bilan alayman parametrlashtirdim. Son 2. 3 ni qilsam bo'laverdi. Men qizib oldim ishqa, chunki men metodga ism bermadim. Buni nima deb qilaman? Qo'shish. Ismi qo'shish. Qanday qilmayapsanglar? Son 1 qo'shimiz son 2. Men yozdim shuna metodni. Endi men qanday qilaman? Yozsam qo'shish ma'nunga ma'ni parametr bilan qag'ini chaqirdi, men metodni chaqirdi, ichidagi qo'shsa qancha? 587. Qo'shish 12 23 35 degan gap. Unda biz oddiy bir hisoblik jasaylik. Metoddan chaqirib calculator deydi qo'y hisoblikni. Public void qo'shashday add deydi inglizcha. Birinchi son, ikkinchi son. Ikki sonni buni oldi. Hisobli qo'shdim 2 dan ortiq sonni qo'shib ko'paytamaymiz bir vaqtda. Men qo'shish shunami? İlişni neydi? Subtract deydi İngilizce. Birinci son, ikkinchi son. Metod ularlarni
Birinci son alımız ikinci son şunaqmi? Endi ko'paytishni multiply deydi. Ko'paytish qanday atdi? Yulduz belgisi tushunaman. Xatolashdim. Parametrni topmaymiz. Miyaga ko'paytish belgisi beramiz. Mana ko'paytish, endi bo'lishchi. Divide. Divide deydi inglizcha. Mana bo'lish shunaqa. Mana metodlarni yozib oldik. Endi buni qanday chaqiramiz miyaga? Main methodni yozib oldim. Main methoddan hozir men 4 bilan 5 deb qo'yay. 4 bilan 5. Endi mana nima ish qizdirib oldi? Chunki mana men static qilmadim. Class qilib emas, shunga object qo'ymsam bo'lmaydi. Object quray. Barqdim static qilaversam yana qanda C ning object dedim işte, ama calculator'mış class'niki. İlişnim degendem subtract bunu qilganda 4 bilan 5 deb qo'y. Ko'paytishni multiply 4 bilan 5. Bölüşni divide 4 bilan mana 4 bilan 5 degan ekan. 10 ni 2 bo'linadi deyli. Mana 4 ga 5 ni qo'shsak 9, 4 dan 5 ni olsak minus 1, 4 ga 5 ko'paysak 20, 10 ni 2 ga bo'lsak 5 degan gap. Agar men static qilib olsam-chi, mana object qurishni hojati yo'q, object qurishni hojati yo'q. Masalan, men hozir static o'zgartirmoqchi, qanday o'zgartirmoqchisan, masalan, add deblam 2 ga 5 ni qo'shsak shunaqa add qo'shish o'g'an ekan. Da üstüne change add to static deydi. Qanday staticni almashtirib etdim. Yoki qo'llanmalar yazsam bo'ldi. Static ma ilish shunaqa subtracting 4'ten birini alsak. Bu da kichik sonlar emas. Intan yuqursan ham qil bo'ldi. Masalan, maningda man ko'paysak demakchi. Dim bo'lish. Divide. Mana. Ama 34 4 bölsek 8 olamdı desenler. 8 bo'lmaydi. 8 ga 4 ga 32 lekin nima buni olsangiz bu int. Bu putilibdi. Shunga buni qanday olamiz desanlar, men intni qanday qilamiz? Double qilasangiz bo'ladi, soliq ma'lumot tipini. Sal tafsiliyroq. Qilsak ham 8.5 deb qanday tafsiliyat berdi demakchi, double qilsak. Int putilibdi chunki int degan butun son. Parametrlashtirish degan mana shu. Bu qo'llanchalik interneti yuqori. Hamda men obyekt qurishni qanday? Hozir ko'p turib bildinglar, men keyingi soatlik darsda qanday? Texnik tafsili to'xtalman. Bugungi darsimiz mushagicha ko'p mashq qilib biringlar. Tushungan nuqtalar asosiy inkas shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.